Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2-oyning 5-kuni chorshanba. Hammamizningki xabarda bo'lgandek, bugun 1997-yildagi 5-fevral G'ulji inqilobining 23-yilligi xotir kuni. Mush munosabat bilan men shu inqilobni bir qatim qarindoshlarimizga eslatib o'taman. Shundan birga shu qatimki Xitoyniki cho'ng qirg'inchiligida o'z hayotini qurbon qilgan barliq qarindoshlarga cho'nqur ta'ziya bildiraman. Ularniki ro'yiga duo qilaman. Vatandan yana bir qism uchurlar keldi. Bugun shularni qisqa yetkazib qo'yay. Undan burun bir deydigan gapim bor. O'tgandimi degandim, hozir shu chet el tilidagi tashviqotlar intayin muhim bo'lib qoldi. Ehtimol diqqat qilgansizlar, men Facebookda, YouTube'da, Twitter'da bu jihatda kuchayapman. Men bilan bilishayotgan ziyonlarni intayin qattiq kuchayapti hozir. Hozir mush ishlarda bizga yana ozroq yordam lozim. Bo'libmi turkcha, arabcha, İngilizce, Xitaycha müştaq tillarni bildigan qarindoshlar, mush tillarni o'tirsida o'zaro tarjimonlik qila oladigan qarindoshlar yozma shaklda men bilan aloqalashsanglar, mush jihatda bir qism yordam lozim bizga. Buning jiddiy ehtiyojimiz bor hozir. Undan boshqa bir necha ahvollarni deb qo'yay. Ehtimol WhatsApp ishlatadigan qarindoshlar bilgan bildi. Sanırımız Washington DC'deki Zübeyir'ninki kızı bir makale e'lon qildi. Uyg'urlar va korona virusi haqida, Xitoy virusi, Wuhan virusi haqida ingliz tilida sifatli maqola. Men uni Twitterga chiqarib qo'ydim, ko'rib baxsana bo'ladi. Andan keyin Mashal Uyg'ur guruhi bir parcha maqola e'lon qildi. Bizning xabarda bor. Hozir biz chet ellik do'stlarimizga yoki u leksiyalarda Xitoylarniki Uyg'urlar ustidan qandaq bir ishni qilayotganligini desak, bo'libmi Uyg'urlarni bir millat sifatida yo'qotmoqchi bo'layotganligini, nurg'un hozirgi vatan bo'layotgan ishlarni desak, ularning so'ragan bir savoli bor. Uni desanglar, sizlarni beshinglar kelgan shu zulmga nisbatan Xitoy puhrasi, Xitoydagi Xitoy puhralar qanday qaraydi degan savolni ko'p so'raydi. Menda bu ko'p so'ragan burun. Bu savolga ilmiy javob berish kerak. Buni bunday deb qo'yamil bo'lmaydi. Umuman aytgan chog'da Xitoy puhralari Xitoy hokimiyatiniki Uyg'urlar qilayotgan siyosatni qo'llab turyotdi. Yoki shuni sukut turyotdi, yoki qo'llab turyotdi. Uch qashqar oldi. Men bu to'g'ri bir so'z degan. Ashta bu qashqa buni ilmiy tushuntirish kerak. Bu bir boshliqni yaqinda Mashal Uyg'ur guruhi to'ldirdi. Bir doktorlik unvoni saviyasida maqola tayyorlab, Xitoycha va inglizcha buni e'lon qildi. Torbatlarga chiqarib qo'ydik. Men Twitterdan taqatdim uni. Bo'lsa bundan kam foydalangan bo'lsanglar, hozir bir qism qarindoshlar uni Uyg'urcha tarjima qilyapti. Uyg'urcha bitgandan keyin uni turkchaga tarjima qilmoqchi, tarjima qilib e'lon qilmoqchi. Undan boshqa Mashal guruhi yaqinda shu Uyg'urlarchadagi donliq ziyolilar haqida, tutilib ketgan ziyolilar haqida bir video ishlab taqatdi. Uni ehtimol ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Mendagi Facebook'imda bor bu. Hozir men shu o'zimniki Facebook'ga hisobim bor mening. Bu yerda YouTube kanali va Twitterda tashqatni kuchab e'tiboryapman. Az uxlat degandek. Nimishqa degan chog'da hozirgi vaqtda shu eng muhim ish bo'lib qoldi. Hozir biz xalqaroniki diqqatni qancha kuch torta olsak Uyg'ur masalasiga shuncha yaxshi. Hammamizniki bilgandek burun Uyg'urlarniki beshiga bir cho'ng zulm kelgan. Lager turmush zulmi edi. Ishga ketib o'ltirib o'tish qatorliq boshqa ishlar. Hozir ham bu Wuhan virusining ishi taqaldi. Bu vaqtda ozod to'xtalman. Uyg'urlar ahvoli intayin nachar bu jihatdan. Ashta boshqa chet el tilidagi tashviqotni butun kuchimiz bilan qilmasak olmaydi.
agar imkoniyati baliq qarindoshlar bo'lsa, bundan keyin müşahede küçüsanglar. Növbette bunun mühim iş yok hazır. Bunun mühim iş yok. Şunu bu jette köp küçügen bolsanglar. Hazır zade şu virusniki tarqalish ahvoli, odamlarning o'lish ahvoli zade qanchalik bu jette har xil sonlar bor. Bo'libmi Xitoy hukumatiniki bir hukumat soni bor. O sonda tunugun 2004-yillar o'tib qo'yilgan son hozir shu virus bilan yuqumlanganlarning soni 20.938, o'lganlarning soni 425. Bu Xitoy hukumatiniki chet elga e'lon qilayotgan soni. Endi Xitoyda Tongshin degan bir tor beti bor ekan. Tunugun Chimpokum shu Tongshin degan tor betidagi ular o'qib turib oshkorildimi yo o'qimay turib oshkorildimi aniq emas. Oshkorlagan sonini e'lon qildi. U son undaq shu virus bilan yuqumlanganlarning soni 154.023 odam yuqumlanganlar. O'lganlarning soni 24.589 odam. Tongshin degan torbeti, Tongshin Wang degan torbetida e'lon qilingan son. 4-sonning soni. Ahvol shundaq. Andan keyin 4-slar bir Xitoy manbasida bir maqol chiqdi. Uni Xinjiang Bowang deydigan Xinjiang Bowang. Shunda bir maqol chiqdi. Uningda hozir bizniki vatanda shu virus bilan yuqumlanganlarning soni 29 deb e'lon qilindi. 4-slar tunugun 29 deb e'lon qilindi. Bu shu hukumatniki deyotgan soni. Andan keyin Xitoylar 1-ayning 30-kuni Xitoydagi 11 shaharni butun kuch bilan qo'dab qilish, shu virusni qo'dab qilishni qaror qilganligini e'lon qildi. Mana maqol chiqdi. Bu 11 shaharning ichida Urumchimi bor. Bu shaharlar Beijing, Tianjin, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, Hangzhou, Xi'an, Shenyang, Harbin va Urumchi. Şu 11 shaharni zade qattiq qo'dimsaq bo'lmaydi. Agar bu shaharlarni qo'dayolmasak, biz hokimiyatni tutib turolmaymiz, qo'dab qolmaymiz deb mushtaq bir narsa o'tirib chiqarganligi xabar qilindi 30-yillar. Endi hozir vatandagilarniki beshiga kelgan yana bir yangi fojia. Hozir shu bizim vatandami shu Wuhandan qaytib qolgan Xitoylarni pash qilib, tutib, sulab, ayrim beqish ishlarini qilyotdi. Buni aytib, bu keskin elib bo'lyotdi bu ish. Endi shu tutilgan, sulangan, ayrim sulangan shu Xitoylardan xabar olish ishini ishiga uyg'urlansa qoldiribdi. Shu kasal odamlarniki qishig'i tamoq akirib turadigan yoki ularniki temperaturasini o'lchaydigan deydigan ishlar mishlarga uyg'urlansa qoldiribdi. Bizniki Kanadada bir singlimiz vardı. O singlimizniki bir tuqqini shu to'rga chiqqan rasmlarchida tuqqini bor ekan. Mushni qildiribdi. Mushlarga uyg'urlansa qoldiribdi. Bu uyg'urlanmashi kelgan bir fojia bo'ldi hozir. Andan keyin ehtimol ko'rdinglar, tunugundan tortib Urumchiniki. Urumchining butunlay bir xil yepiq yoki inglizcha lockdown deydi. Qamalgan shaklli kirganligini e'lon qilib hozir hech qanday odamlarniki sirtlarda qilingan bo'lmasligi bu narsani 11 turlik tadbir ekan shuni e'lon qilibdi. Yo'q, miyadisi 5 turlik ekan. Endi bunda boshqa bormi? Men 11ni ko'rganda qolgandim 5 turlik. Endi hozir ish kirdimi e'lon qildi buni. Bizniki vatanda men bana kelgan uchur hozir ishga birisi Urumchi, birisi Qaramay. Hani atıştı maçta qilibdi deb anladım. Lekin u yerda konkret bir yozma shaklda bir narsa topolmadim. Yozma shaklda tepligini Qaramay va Urumchi. Bu bizning vatandagi bu kishilarni sirq chiqarmaslik tuzumi. Buniki boshqa yer bilan bo'lgan bir farqi. Masalan, Venjoloqlarga chiqargan tuzumni. U yerda har bir oiladan 2 kunda bir odam bozorga berib yeydigan narsalarni setilib kelsa bo'ladi. 2 kunda bir oiladan bir odam. Ochadi ekan. Ma Uyg'urlarga kelgan chaqda hech qanday odam uydan chiqishga bo'lmaydi. Yemeklar lazımlarga tamam yemeklarni
Hükümet tarafından apıp bir işini aldığa dep uqtiribdi. Ondan keyin Uyg'urlar turayotgan binolarniki ishlari sirtdan taqilg'iliq. Sirtdan qulbulandi ekan. Yemekler lazım bo'lsa, buni hukumat odamlar olib berdi ekan. Uni zodi qanchalik shaklda olib berdi, qancha kun bir qatma olib berdi, bu narsalar aniq emas. Endi hozir bumi bir Uyg'urlarning boshiga kelayotgan bir fojia bo'lyapti. Onundan başqa hozir boshqa yerniki aeroplan poyezdlari bizning vatanga kelalaydi ekan. Ularning hamsi bu qatnash to'xtamabdi. Boshqa yerdan biz vatanga keladigan qatnash to'xtamabdi. Ammo bizim vatandan hech kim boshqa hech qanday yerga borolmaydi ekan, Uyg'urlar bo'libmi Uyg'urlar. Bu hozir Xitoylarga mashlaq deb anladim. Meniki o'zimniki tahlilcha endi hozirlik amal bo'lsa Xitoylar Qashqan yaqinda shu virus chiqishdan burun Xitoylar Qashqan endi hozir shu bahanada qaçımız degan Xitoylar endi Sharq Turkistonga ketib qolmasin deb hukumat mushtaq tuzumni chiqargan bo'lishi mumkin. Üç gün bir resimini çıkandı. O resmin ihtimal ko'rdinglar, ijtimoiy tarmoqlarga chiqdi. Mana shu Lanjoudan Urumchiga boradigan tash yo'l. Tash yo'lniki Urumchiga boradigan tarafi liq-liq mashina. Men o'qigan materialda deyishicha 24 kilometrmi yo 36 kilometrmi oraliq butunlay to'silib ketgan. Mashina menga masala bo'lib qolgan. Ammo Urumchidan Lanjouga boradigan yan bir tarafi, sol tarafi yo'lniki. Qop-quruq hech qanday mashina yo'q. İşte bir resimini gördüm. Demek hazır Şarkı Türkistan'a başka yerden bardıgan poyuz arkalarına yolu çıktı. Lakin Şarkı Türkistan'da başka yer bardıganlar yok da başladı. Şu için aldım ben. Vatandakiler şu düşen günü yani 3. sırada başlap çıkışıptı. Ularga vaqtli xizmat kinişki taqib beribdi. Xizmat o'rni borlar shu kinişki bilan ishga bora oladi ekan. O'zining uyidan chiqib xizmat o'rniga bora oladi ekan. Xizmatsizlarniki uydan chiqishiga qat'iy yo'l qo'yilmaydi ekan. Ularga bu xizmat kinishkisini berilmabdi. Ashta boshqa ular uydan sirtga chiqolmaydi ekan. Faqat oldin sattikilar, masalan, saqchilar deydi. Saqchilar ashta kishilarla ishga bora oladi ekan hozir. Ondan zavod korxonalar texi ish boshlamabdi. Zavod korxona maktablarning ishqasi texi ish tushmabdi. Ondan bir haftaning oldida uqtirish chiqarib vatanda turayotgan va o'qiyotgan chet elliklarniki hammasini kelgan yerga ketkizib o'tibdi. G'arbdan kelgan kishilar ko'p emas-ku. Ochmuncha shu yerda ishlaydiganlardan boshqa. O'quvchilar asosan Pokistonlik, Somalilik degandek tibbiy universitetda o'qiydigan o'quvchilar bor ekan bir qism. Xitoy hukumati ular haqsiz o'qitayotgan bolalar. Oshlarningki hammasini majbur qaytarib o'tibdi zumlatlarga. Endi bunun ikki xil ehtimolli var. Birisi ular kasal juqib qolsa, biz javob bermaymiz degan tarafim bor. Yana birisi Sharq Turkistonda nima ishlar bo'lyapti, bular ko'p qolmasin degan tarafim bor. Ikki tarafdan tang isikli odamniki. Urumchining kasallik ahvoli bek og'ir. Xitoylarning shundoq. Hozir Uyg'urlar ahvoli bek og'ir ekan, Xitoylarniki mana shundoq ekan. Bu eng yaqinda kelgan uchur, dushanbega kelgan uchur. Urumchida turayotgan Shanxayliklarniki deyishicha o'lganlarning soni hozir butun Xitoy davlatining ichida o'lganlarning soni 400 ming kishidan oshadi deyishibdi Shanxayliklar. O'shaga saychilikka berib qolgan Shanxayliklar bor ekan. Ular endi hozir endi Sharq Turkistonni eng bexatar deb o'ylab ketmaymiz debdi. Desa ularni majbur ayda qiltiribdi, ketmasa olmaydi deb. Xitoyni mayda qiltiribdi. Bu Shanxayliklarniki qarashicha bu qitimki virus Wuhandagi shu harbiy tajribaxonadan tarqalgan deb qaraydi ekan bular. Endi bu jihatda necha xil ko'z qarashlar bor. Bu virusniki tarkibida AIDS kasalligining virusi bor ekan. Buni eng oldida hindistonliklar bayqab chiqqan. Anandaki buniki ba'zi isbotlarini ko'rsatdi Xitoy ziyolilar. Masalan, dastlabda bir cho'ng donli Xitoy doktor bu virusni ko'p taqalmaydi, xatarligi yo'q, juqib qolsin davatli bo'ldi deb tikkan birisi. Keyin o'zi bo'lib qoldi bu kasallik. O'ziga juqibdi bu virus. Juqqanchada u bir yerda menga shu AIDS kasalligiga olinadigan ukol nuqsoni bo'ldi deb shuni deb sapti bu. Kishilar shu uniki kepitini endi bu virusniki tarkibida AIDS kasalligi viruslar bor ekan.
bu kasalliklar tabiiy hayvonlarda tabiiy yetilgan narsa emas. Buni Xitoy hukumati harbiy tajribaxonada ishlab chiqargan narsa deb shu yakunlarni chiqaryotdi. Endi mush gaplarni degan vaqtda bir ish esimga keldi meniki. Men yaqinda bir qism uchurlarni egallagan ishkirga intayin ko'p Uyg'urlar yetkazildi Xitoy tarafidan. Bu Uyg'urlar yetkazilgan Uyg'urlar necha turlarga ayrilib bir taraf qilinyotdi. Uni birisi ularning ichki a'zolarini setish, o'ltirib ichki a'zosini setish shu ishga ayrildi. Yana birisi mush biologiyalik, ximiyalik tajribaxonalarga tajribaxonalarni ishlatilyotdi deb anglagan. Üçüncü bir gruppasi var. Ular tarqitib o'ltirib etadigan grupp var bunun ichida. Shunga mushu virusniki tadqiqoti shu nima deymiz buni jin asosidagi biologiyalik, ximiyalik qurol. Mushiniki tadqiqotiga Xitoylar hozir cho'qim Uyg'urlarni sevatadi deb o'ylayman. Uyg'urlarni tajriba qilyapti. Endi bu hozir Uyg'urlarniki besha kelgan ko'p taraflik fojialarniki birisi. Hozirgi shu ko'chish paranglaridagi xalqlardagi deb yurganda bu aniki bir xabarim chiqdi yaqinda bir Xitoycha manbaga. Bu virusniki tarqalishi 40 hassa tez bo'ladi ekan. Bir odamga yuqsa, u odam 40 odamga yuqtirdi deb yakun chiqaribdi. 40 hassa deydi tezligi. Yangidan vatandan kelgan Yevropaga kelgan birlarniki depressiya Urumchidagilar hozir intayin qattiq andishaga tushibdi. Kasal ahvoli intayin og'ir ekan. Kasal ahvoli bu hozir Urumchidagi kasal ahvoli qanchalik degan ish to'g'riliq bir haqiqiy manbalardan hech qanday ahvolni egallamayapmiz. Avvalgi Shanxayliklarniki degan gaplari, aniki vatandan chiqqan kishiniki deyishicha ahvol intayin og'ir ekan. Endi hamimizning xabarida bor, shu lager ishi chiqqandan keyin hamma shaharlardagi saqchilar bizning vatanda Uyg'urlarni tekshirib Xitoyni tekshirmagan. Uyg'urlarni qatma-qat tekshiradi. Hozir endi Uyg'ur bilan Xitoyniki o'rni olmishibdi. Hozir ko'chada menayotgan Uyg'urlarni qattiq tekshirmaydi ekan. Butunlay Xitoylarni tekshiradi ekan. Xitoylarni bir yerga o'tkazib tutib, ularning temperaturasini tekshiradi ekan. Ama shu virus bilan yuqumlanganmi emasmi deb. Mush bo'lib turibdi. Endi mush tekshirishda Uyg'urlarlikdan o'rin olmishibdi. Hozir endi ba'zilarning gapirishicha lagerning ahvoli qaragan chog'da virusniki ahvoli texnik og'ir. Hozir texnik vahshiy degan gaplarni davetibdi hozir. Endi bu hozir bizga biz bir kamchilik bo'lgan bir uchur hozir lagerga bu virus bordimi, bormadimi? Bu to'g'riliq hech qanday gap yo'q hozir. Bu to'g'ri hech qanday uchurga erishish imkoniyati bo'lmaydi. Şuna bu yerda muhim bir masala bor hozir. Men oldingi qatimliq videoda degandim. Shu chet eldagi Uyg'ur tashkilotlar, Uyg'ur faoliyatchilar bizning qilgan eng muhim ishlarimizdan birisi har bir tashkilot shu chet eldagi davlatlarda tizimlatgan tashkilotlar, har bir tashkilot iltimos ezib o'zimizniki davlatniki hukumatlarga xalqaro sayya tashkilotiga va BDTga avatish. Talab ikki bo'lish kerak. Ularga ko'p qaytishning hojati yo'q hozircha. Ikki bo'lish kerak. Birisi shu Sharq Turkistondagi viruslarniki taralish, yuqumlanganlarniki bir taraf qilinish ahvoliga nisbatan bir kuzatuvchi avatish xalqarodan. Kuzatuvchi avatib shu jarayonni kuzatib turish. Mush bir narsa talab qilish kerak. Ikkinchisi lager turmalarniki Uyg'urlarning bir kelgan ziyon. Qanchalik ziyon bo'ldi, qanchalik Uyg'urlar o'lib ketdi, qanchalik Uyg'urlar yo'qolib ketdi. Hozir qanchalik ahvol bor. Mushuni tekshiradigan bir mustaqil tekshirish imkoniyatini o'ldirish. Mush ikki narsadan talab qilib, uni bak uzayishning hojati yo'q. Yerim bat, bir bat hamma tashkilotlar shuni qilish kerak hozir. Eng muhim ishning birisi shu. Men o'tgan haftada degandan keyin bu ishni qilganlar bormi yo'qmi uni bilmadim. U to'g'ri men xabar kelmadi. Lekin hozir qilish kerak ishlarga birisi shu. Birisi shu chet el tilidagi tashviqot bu ikkinchisi, uchinchisi mana hozir butun
chet eldagi Uyg'urlarning hammasi shu virus ishi bilan qattiq vahimaga tushganligini dunyoga anglatadigan namoyish. Bu ishni nima qilish kerakdi? Mush ish navbatda menimcha eng muhim ishlar deb o'ylayman. Endi oxirida deb qo'yadigan bir narsa, yaqinda ba'zi yerlarda zodi Sharq Turkistonda hozir qanchalik lager bor, qancha lager bor degan gaplar o'tirib chiqib qoldi. Bu to'g'ri o'xshamagan kishilar, o'xshamagan son ishlatyapti. Men bir narsani deb qo'yay bu yerda. O'tgan yil 11 yanvar 8 kuni Adrian Zenz degan bir tadqiqotchi var, mustaqil tadqiqotchi, Germaniyalik, hozir Amerikada turibdi. Bu kishiniki RFA'ning Uyg'urcha programmasida o'tkazgan bir suhbati bor, Olim Saytov bilan. Shu yerda buniki o'tirib qo'ygan soni 1400. Undan keyin bu soni sal ko'paytganligini ko'rganman bir yerda. Vaqtda programga video qilib o'tamadim uni. Lekin oxirgi son 1400. Şu bu sallarni qilayotgan demayli, mana bir ma'lumotni ko'rsatib turib deganimiz yaxshi. Mana shu xalqaro hukumat, xalqaro tashkilotlar bilan munosabat qilishga vaqtida. Andan keyin men ikkinchislar Facebookga bir narsani chiqarib qo'ygan. Chet elda Xitoylarniki bir tashkilot bor ekan, Minju Junhua Chuanmei deydi. Shuningdagi Jajun degan bir kishi Wuhan xalqi mustaqillik e'lon qildi, Jakartada deb bir programma chiqadi bu. Ikkinchilarni kashf olgan joyda chiqargandi. Men uni ko'rib shunda hayajonlanib, Facebooklarga chiqarib, WhatsApplarga yo'llab qilib ketdim. Kechicha xiyollarni qilib ketdim. Mana aqsidan Xitoy o'killarining hammasi mustaqillik e'lon qilib tursa, keyin bu bizim e'lon qilsak, biz mustaqil bo'lsak, vatanning ishlarini izg'i sarsak deb shunday hayajonlanib ketdim. Ayatlari undan keyin qarasam, bu qolgan Xitoy ziyolilari bu to'g'ri hech qanday gap qilmadi. Undan keyin hozirgi mening bilishimda bu Wuhandagi Xitoylarning qilgan emas, mana chet eldagi Xitoy tashkilotning qilgan ishkan degan yerga keldim hozir. Bundan boshqa uchrik olamadim bu vaqtda. Xitoy ziyolilariniki, boshqa Xitoy ziyolilari hech qaysi bu ishni tilg'imab qo'ymadi o'zining leksiyalarida. Shu bu ishni to'liq ishga qilib qoldim. Andan keyin yana menga kelgan bir uchur, yaqinda Aqsudagi bir maktabning ahvoli to'g'riliq ozroq uchur keldi. U nima desa, Aqsuda shu to'liqsiz o'tir maktablarni ishkirdan kelgan Xitoylarga ko'tirib berib o'tibdi. O'quvchilar Xitoyga ko'tirib olgan maktabga bordi ekan. Sani az, to'liqsizga nayt az adam o'tadi ekan. To'liqsizdan to'liq o'tganlarning soni intayin az deydi. Bir maktabda 10 dak adam bilan bolalar o'tadi deydi. Lekin 10 dak bolalarni o'qishib bitirolmay maktabdan chekinganligini. Hozir endi bu ishlar ko'ngilda adam yo'q yaqin yoqi. Zodi Uyg'ur bolalarniki to'liq o'tir maktabga berish ahvoli qanchalik degan. Endi bizning xabarda bor, boshlang'ich 12 yoshda tugaydi. 12 yilda tugaydi. Shunaqa 18 yoshlarda to'liq o'tirib chiqadigan gap. Shunaqa to'liq yo'q emas. Yo'q, boshlang'ich 6 yilda tugasa 12 yoshlarda to'liqsizga chiqib, keyin 15 yoshlarda, 16 yoshlarda to'liq o'tirib chiqadigan gap endi. Shu to'liq o'tirib chiqadigan Uyg'ur yoshlarniki lagerga kirmaganlari qanchalik. Bular hozir o'qish fursatiga ega bo'layotgandi, bo'layotmadi. Bu bolalarniki ma'rif ishtirozati nima bo'lib ketdi. Bu jihatda hozircha boshqa ushur yo'q. Lekin ma ushur musulmon kelganlik uchun bugun sizlarga deb qo'ydim. Buni lekin bu jihatga ishlarga diqqat qilib qo'ysak, hech bo'lmaganda bizda bir tushuncha bor bo'lsa, endi u Xitoylar bu maktabni ko'tarib bilib, uniki o'qish chiqimi yuqori ekan, tomoq, yotoq, o'qish puli degandek. Shunga Uyg'urlar asosan iqtisodni to'layolmay ekan. Uyga borgan bolalar agar eng tez bo'lsa, haftada bir qatam bo'lmasa chiqyapti, undan uzun vaqt uyga borolmaydi ekan. O'sha ahvol bo'lib o'tibdi. Lekin ma bir maktabda, men ahvolga kelgan bir maktabda to'liq o'tirib chiqargan 10 dak bolalarni o'qish bitirolmayapti. Bir 2 yil o'qigandan keyin chiqimni to'layolmay uyga ketishga majbur bo'ldi. O'sha bir ahvolni uqdim. Oxirida deydigan bir yamir narsa tunugun amalni uqdinglar. Amerikaning prezidenti yilda bir qatim o'ziniki davlat xalqiga o'z Amerikaning
hükümetin kısmetinden deklarat berdi. State of the Union deydi bunu İngilizce. Tünögün Donald Trump başlaq qildi. Qilib ayda dağdığılık 2 saat aşağı bir iş oldu. Bu yığınğa bizniki Washington DC'deki faaliyetçi sanımız Rusyan Abbas qatnaşdı. Uygurlarına vekili bulup bu bir çoğun Uygurlar için bir çoğun şanşerep, hoşallık, hoş haber Amerika hükümeti herhalde Uygurlarga xela obdan köngül bulbatıdı. Müşü şunki bir simbol endi. Bugünçe müşünçükday yine yeni ahvallar bu qasa sizlarga davomli yetkazman. Sizlar qatim ko'rishishga aman bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.